Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugungi aniq boshqacha bo'ladi sonini navbatdagi mehmoni Bayazid aka. Faqat haloli rizqimda kelsa go'zal juft halolim jaynimiz ustida qilib ibodat farzand bersa bo'lsin qora yo'llarimizni kutgan bizdan katta umidlar kutgan ota-onamizga jannat muborak hofizi qurollar oxirat yutgan. Intervyuga kelishdan oldin qiziqdingizmi? Ozgina bo'lsa ham intervyuda tushadigan savollar yoki ozgina bo'lsa ham taxmin qilib ko'rdingizmi? Nimani ko'rdim? Vodiy Pita bilan bo'lgan intervyuni ko'rdim. 70%. Yaxshi. Tushunarli. Intervyu nima haqida, qanaqa ketadi? Ko'rganmisiz? Abdulvoz akaga ham videoda boshida aytganmiz. Ochiqchasiga bo'ladi. Masalan, jiddiy savollar tushishi mumkin. Oddiyroq savollar tushishi mumkin. Sekret bo'lmaydi. Shu tarafi bilan ham bizning kanalimizning nomi obunachilarga ham qiziq bo'ladi, aniq boshqacha bo'ladi deyilgan. Hop, bu loyihani asosiy vazifasi bitta intervyu emas. Bundan tashqari siz o'zingizga ya'ni ikkita loyiha bor. Ya'ni bir kunlik o'tadigan kuningiz bo'ladi. Ikkinchi obunachilaringiz o'zingiz, muxlislaringiz tarafdan qanaqadir shart kelishi mumkin, qiziqarli. Shularni ham bitta bajarishga to'g'ri keladi. Hammasiga tayyormiz, rozimisiz? Albatta. Videoni kesmaymiz. Yo'q, shunday ketadi. Bunaqa bo'lsa, aniq boshqacha bo'ladi ko'rsatuvimizni. Aniq boshqacha bo'ladi ko'rsatuvimizni 3-soni boshlandi. Bayazid nomi ostidagi qahramonimizning ismi nima? Ismim Hojiakbar. Niki asli ijodda nikimiga to'xtaladigan bo'lsak, men oldin boshqa nikneymda ijod qilganman. Ozgina hozirgi paytda men uchun u erk, o'sha o'zgartirishim sababi shu bo'lgan. Qanaqa o'zimga nima qilmaganman, nima deydi? Yarashmay qolgan xullas. Молодежный bo'lib ketib qolgan lekin shuning uchun men Bayazid o'zni qo'yganman, Bayazid. Instagramda Bayazid uz deb turib bitta kontent olib bitta bola bor edi, tanimayman. Ko'rib qo'yganman, niki chiroyli ekan, shuni bitta oldim men. U bola shu yo'q bo'lib ketgan. Yo'q, hozir umuman u bola. Bundan oldingi nikingiz nima edi? Aytish kerakmi? Shehzoda bo'lgan. Shehzoda. Shahzoda. Ashnikda ham ko'rdim shekilli bitkisiz. Bo'lishi mumkin. Unikda bir marta ashula chiqarganman. Endi ashula payt uzrep Shum FM degan rep xullas auditoriyasi bor kanal bo'lar Telegramda, shu kanalga bir dona ashula berganman. 143 ta ishtirokchining ichida ikkinchi o'rinda olganman. Asl o'yin birda olib ketgan. 2018-yil, adashmasam 2018-2019-yil. Asl o'yin bilan ham siz anaqa qilgansiz shunda? Ya'ni kim bo'ldi? Mahmudzada yaxshi reperlar ko'p bo'lgan. Shu paytdan zo'r ijodkorlar ko'p bo'lgan. Ashlar ichida men hech kim tanimaydi, men rep aytishim biroq bir dona trek berganman. Bu trek olib ketgan. Ikkinchi o'ringa chiqib, o'zi birda ketayotganimda 3 soatdan keyin 3 soat qolganda tugashiga asl o'yin o'tib ketib qolgan. Tushunarli. Nima uchun rep? Erkin qo'shiq aytorlarida erkin so'zlar, ya'ni qaysi tur so'zingizga kimdir pretenziya bildira olmaydi. O'zi rep degan yo'nalishda ijod qilsangiz, estradada bo'lsa, o'zingiz xohlagan ichingizdagi narsani yoritib berishingiz qiyin ayta olmaysiz. Shuning uchun repda hamma so'zni ishlata olasiz. Hojiakbar aka, bo'lmasa sizni muxlislaringizga qiziq bo'ladi bu narsa albatta. Bayazid deb ketding. Bayazid. Hojiakbar. Bayazid 70%, Bayazid deb ketadi. 70% odam shunaqa gapirsa. Aka, bo'lmasa o'zingizni to'liq tanishtirib bersangiz, albatta bu obunachilaringizga yoki sizni endi taniyotganlarga qiziq bo'ladi bu narsa. Faqat Bayazid deb bilmasin. Yoshingiz, uylanganmisiz? Bu sohaga umumiy to'liq o'zingizni tanishtirib bersangiz. Ismim aytdim, Hojiakbar. 1995-yilman. 95? 9ga kirdim. Bitta joyda ishlaymiz. Akamiz 1995-yilligini endi bildim. Men 97 deb o'ylayapsiz o'zi. 1995-yilman, oilaliman. Ikkita farzandim bor, ikkita qizim. Bittasi 3 yosh, kichigi 1 yosh.
Oltaman. Birinchi rolni. Hop. Rap yo'nalishiga kirishdan oldin nima ish qilgansiz? O'zi aslida rap bu men uchun hobbi bo'lgan. Ya'ni qilayotgan, misol asosiy katta e'tiborim ishimda bo'lgan. Ishimga e'tibor qaratganman. Ishimdan oshuna bo'lsam, bo'sh vaqtim bo'lib qolganda shunda men ijod qilganman. Agar 100% e'tiborimni ijodga qaratgan bo'lgandim, balkim boshqacharoq bo'lgan bo'lardi. Ya'ni hozirgidan ko'ra ko'proq natijaga erishgan bo'lardim deb o'ylayman. Endi tirikchilik, ro'zg'or, oila shu hisobdan o'zi aslida bu narsa hobbi bo'lgan. O'zim uchun katta qiziqish bo'lgan. Ozmi ko'pmi Xudoga shukr o'ylagan maqsadlarimga chiqdim. Ishingizni aytmadingiz-ku, nima ish qilgansiz? Oldimmi? Ha. Oldin ko'p joyda ishlaganman. Bitta joy. Qurilishda Toj Mahal inshoot Navastroga qurilishda ishlaganman. Nima sabab bo'lgan uydan chiqib ketishingiz? Uydan chiqib o'zim xohishim bilan. Endi kasb alishtirgim kelgan. Boshqa kasbda ishlab ko'rmoqchi bo'lganman. Boshqa yo'nalishda o'zimni sinab ko'rmoqchi bo'lganman. Shu sababli u yerdan ishdan boshlaganman. Yaxshi gapiryapmanmi-ku, so'zlarim butun ishlayapti. Iskildan qilib bo'lmayapman. Keyingi savolimiz o'zingiz aytib o'tgandek hobbingiz bilan rep yo'nalishida qo'shiq aytgansiz. Hop, qaysi reperlar bilan yaqin joyingiz bor? Yoki qaysi birlar bilan yaqinsiz va qaysi birlar bilan aloqa qilib ketgan? Masalan, endi yaqinligim unaqa yaqin emasman, lekin ko'p reper bilan salom alaykum gaplashib boshqa ijod temasida, ijod yo'nalishida, ya'ni suhbatlashganmiz, boshqa duet masalasida. Duet ham aytamiz deyishgan. Ha, duet aytiladigan bo'lgan, lekin aytmaganmiz. Hop, oldingi trenddagi reperlardan qaysi biri sizga duet aytaylik deb chiqqan? Yo'q, menga taklif bilan chiqilmagan, men o'zim taklif bilan borganman. O'zingiz taklif qilgansiz. Minor, men o'zi meni tanitgan ashulam Green Card ashulasi. Amerika salyut, bir kun meni aniq kut. Tong sahar uyg'onib deyman bizda doim bo'lar gut. 5 yil ketma-ketdan ketdi, to'ldirish jonimga tegdi. Green Card bu grant men umrimni yedi. Xayollarim tod borar, sen tomon shoshib borar. Bu vatan jonga teng, lek senga talpinib borar. Ey ona vatan. Green Card ashulasi juda tez ommalashib ketib qoldi. Ammo uni butun O'zbekiston eshitdiyanman, lekin shu o'zi ikkili eshituvchisi bor ashular. Men uchun katta natija olib kelgan ashular. Sizni tanitgan. Meni tanitgan bir oyda ichida 30 mingta obunachi kelgan ashulam, bir dona ashulam orqasidan. Shu keyin shu Green Card 2 ni chiqarmoqchi bo'lganman. Shunda Minorga taklif berganman. Shunda menda shunaqa proyekt bor. Birini eshitib ko'ring. Ikkisi shu kupletni o'zim bilan aytadigan joyimni zapis qilib tashlaganman. Shu o'zingiz aytadigan joyingizni yozing. Bo'l, davay qilamiz. Bo'pti, hamma rozi bo'lgan. Kelishilgan. 10-dekabrmikan, 20-dekabr adashmasam 2023-yili ashularni biz tayyor qilib chiqarishimiz kerak edi. Menda plan ashularni 31-dekabrga chiqarishim kerak edi. Ya'ni 1-yanvarga o'tar kechasi, yangi yilga sog'liq. Chunki o'z trackda Happy New Year 2024 degan joyi bor. Chunki 24 ga o'tayotgan bo'lganmiz u. Ha, tushunaman. Shu sababdan shu sanada berishim kerak bo'lgan, 2 ga minor yozmagan. Ya'ni endi ishlari bordir, boshqa bilmayman, vaqt bo'lmagandir. Gaplashganmiz, oxirgi marta gaplashganman, shu 15-dekabrda adashmayotgan bo'lsam, nima qilamiz, men trackni chiqarishim kerak. Men va'da qilganman, chunki bir oy oldin men mumkin chiqar deganman, lekin kim bilan aytishimni, yo minor bilan, falonchi bilan deb turib e'lon bermaganman. Green Card 2 chiqadi. Ha, deyilgan. Chunki men yolg'onchi bo'lib qolardim agar minor bilan chiqadi bu track degandim. Shunaqa bo'lgan. Keyin javob kelmagan, o'sha o'zim zapis qilib chiqarib olganman. Oradan 1 yil o'tyapti. Tamta fit qilamiz, uje men ijod. Uje men orada 1,5 yil umuman ijod qilmadim. Track chiqarmadim. Ashu oldin zapis qilib qo'ygan ashulalarimni
aylantirib qaytadan yurdim. Ijod qilgim keldi shu 2025 yozda. Keyin minorga aloqaga chiqdim. Unda nimaga sababdan unga yoqadi, yo'nalishi yoqqani uchun unga taklif bilan chiqdim. Chiqqanimda davay qilamiz, lekin green card ikkinchisi o'zingiz chiqarib olibsiz deyapti. Ha. Birga chiqaramiz dedi Utrechtda. Men aytganman sizga shu paytda men Mo'sanaga va'da qilganman, chiqarishim kerak siz shu paytda. Unaqa siz javob bermadingiz menga, men o'zim chiqarishga majbur bo'ldim deb. Keyin shu tema yopildi. Undan keyin duet masalasi ham o'sha esdan ketdi. Yana vaqt o'ynab oldim. Endi hozir tushunishim bo'yicha meni keyingi yo'nalishda siz bilan qo'shilasiz kelmasdan o'zini aybini siz xatoyingiz qilib betingizga ko'rsatib qo'ying. Menda bitta ma'lumot bor. Hozir bu qanchalik to'g'ri, qanchalik yolg'onligini o'zidan hozir ochiqchasiga bilib olamiz. Xo'p, eski reperlarni hamma taniydi почти shuni. Sizga duet aytaylik degan va sizdan pul ham talab qilgan. Siz mayli deb turib, shartiga rozi bo'lgansiz, pul ham beraman degansiz, lekin u Andijonga kelmagan. Bu kim? Boshqacha bo'lgan Diyor Production u. Ha. Ijodga qaytgan 2023mikan adashmayotgansam yili. Bir ijod qildi, yana to'xtatdi, endi yana boshladi. Shu paytda men duet eskidan u insonni eshitganmiz. Misol hamma taniydi repda, boshqacha atmosferada kirib kelgan, boshqacha deysan. Men taklif bilan chiqqanman, shunaqa deganda pul so'ragan. Gonorarim bor 10 ming. 10 ming. 10 ming so'ragan. Nechinchi yil ekan? 2023. 2023 10 ming. Davay deganman duet qilamiz deganman. Men xolosmi? Ha, Andijonga keling, mana bu pulingiz, kelasiz qo'lingizga pulni beraman. Shu pul olganingizdan keyin zapis qilamiz. Muammosi yo'q. Andijonda zo'r studiya bor. Hamma yoq zo'r. Shu yerda zapis qilamiz deganimda o'sha gapni olib qolishgan, u bo'lgan. Keyin orada o'sha e'tibor bermay qolganman, keyin o'zi yozgan. 2-3 marta qachon duet chiqaramiz, menda zo'r proyektlar bor o'sha. Andijonga keling, pul chiqaramiz. Andijonga kelsa, misol kim bilandir misol shu gonorarim bor desa, men отказ qilmayman, sababi men u reperni hurmat qilaman. Men o'zim yaxshi ko'rgan ijodkorman, u bilan fit qilgim kelyaptimi, davay. Bo'ldi, shunaqa bo'lgan, lekin natijasi bo'lmagan. Biz u tomonga yurganmiz, lekin u biz tomonga yura olmagan. Bayazid o'zi ham rep aytadi va boshqa o'zingiz yo'nalishdagi reperlarni yoqtirib eshitadigan ashulalaringiz bormi va u qaysi reper? Ya'ni ko'p bunaqa misol tanilgani bor, tanilmagani bor. Yaxshi ijodkorlar ko'p. Ya'ni hammani eshitaman. Endi aslida mono deb sanab beraman. Shu o'zbek reperlarini deyarli eshitganmiz hammasi. Yoqmaydiganlari kim dedidan javob berishim mumkin yani. Bu yoqmaydiganlari kim? Massa. Nimaga? Yo'nalishi yoqmaydi. Misol ashulasini o'zini MP3sini chiqarsa gap eshitishim mumkin. Lekin klipi bilan ko'rdim. Klip bilan rostdan degan ko'rish. Yo'q, endi qanaqa zamon talabi xo'p, odamlarga yoqyapti shu narsa, lekin men unaqa narsaga qarshiman. Endi чисто европейский stilga o'tayotganligi uchun hamda shu. Ha, yoqmaydi. MP3si bo'lsa eshitsa bo'ladi, lekin klipi bilan ko'radigan emas. Konstachi, qilgan. So'zroq. Yaxshi. Yoqtiradigan qo'shiq qaysi? Konstan qizim. Chiqadi keladi hozir. Shu. Ozgina bo'lsa ham operatsiya yo'qdan asjoyini bilan hozir keladi hozir. Ishdan charchasa ham hammasiga rozi. Zo'r aytgan. Green Card qo'shig'i dedingiz, meni o'zim ko'targan. Yana qaysi qo'shiqlaringiz sizni tanitishga yoki ko'tarilishga sabab bo'lgan? Xo'p. Birinchi o'rinda Green Card ashulasi menda zo'r ommalashgan. O'zimga yoqadigan darajada ommalashgan. Ya'ni u ashulam orqasidan keladigan obunachilarga xursand bo'lganman. Green Card, Ona yig'lar sudda Sardor G'afurov bilan birgalikda fit qilganmiz. Ona yig'lar sudda kurtka yana yaxshi aylangan ashulalarni ko'zlari g'amgin ekan, u Milena Matnusayevani ashulasi cover qilganman. Shu ashula zo'r aylangan. Bir adashmayotgan bo'lsam 70% ashulam Instagramda o'zida yaxshi aylangan. Menda YouTube'da prosmotrlar kam, sababi
Men MP3 shularni chiqib tayyor bo'lgani Telegramga sirasi tashlayman, yarim yil yoki 1 yildan keyin YouTube kanalimga qo'yaman. Chunki YouTube yurgizishni bilmayman. Yurgizadigan odamim yo'q endi. Shu hisobdan YouTube'im menda yaxshi emas, aktiv. Milena Mahmusayevani qo'shig'ini cover qilganman dedingiz. Xo'p, uni cover qilganingizdan keyin sizga hech qanaqa muammo qilmaganmi? Yo'q, hech kim bu narsaga qarshilik bildirmagan. Sababi endi bu meni fikrim emas. Bir o'zi kommentariy bilan bilsa bo'ladi bu narsani. Bir 80% odam g'alati o'qimasin. Milenadan yaxshi aytilgan, yaxshi chiqqan shular. Shu narsani aytganman. 80% eshitgan odam shunaqa fikr bildirgan mana shularga. O'zi originalidan ko'ra cover umuman boshqa narsa. Hammasi cho'tga ketgan. O'zingiz sevib qo'shiq yaratgansiz. Aytaylik, qaysiligini men o'zim bilmayman. O'zida shunaqa bo'lgan, misol sevib qo'shiq yaratgansiz, chiqargansizda odamlarga siz kutgan natijani bera olmagan. Shunaqasi bo'lganmi? Qaysi qo'shiqingiz? Yo'qchilik degan. Yo'qchilik oila, shu yaqinda chiqardim uni. Men o'zim risolat zo'r ketadi bu ashula. Chunki ashulani eshitsa deyarli hammani har kunga o'tadigan kunida u trekda shunaqa misol yoshligidan shu katta bo'yingacha bo'lgan vaqtdagi narsa tema aytilingan, misol orzusi, niyati aytilingan yerda shu men kutgan natijani beraman. Shu bitta ashula keyin aqsh degan ashula. Ikkita trek chiqardim 2025-yil. Shu ikkalovi ham men kutgan natijani beraman. Chunki juda ham kuchli harakat qilganman, so'zlariga katta e'tibor qaratgan. Yarim yilda yozilgan kiotrakamda qo'pol qilib aytsa, adashmayotgan olsam bahorda boshlaganman, kuzda tugatdim-da. Siz aytgan bitta trekni yaratish uchun qanaqa qiyinchiliklar bo'ladi? 5 minutda tayyorlagan. Yo'q, 5 minutda bitta qo'shiq. Bolaligim bo'lmagandi degan ashulalar bor. 5 minutda minus qo'yganman. Shu bitta minusni 3 marta eshitganman, shular tayyorlagan. Kayfiyatga qarab eganda. Ket bo'ladi. Shu yilgacha nechta qo'shiq chiqardingiz va ichidan o'zingiz sevgan qo'shiq bo'lgan bo'lsa, qaysi birini ommaga yetkiza olmadingiz? Shulardan birontasi bo'lganmi? O'zingiz maza qilib, shu qo'shiqda aytaman, shu qo'shiqni zo'r chiqadi degansizda, lekin ommaga taqdim qila olmadingiz. Bor. Bor. Ha, chiqmagan deyapsiz, lekin bor bitta shunaqa. Lekin niyatingiz bor. Bor. Chiqaraman. Ha, chiqaraman, xudo xolisa shu yaqin kunlarda chiqaraman. Hali qanaqa nom bilan chiqarishim noaniq. O'zimni chista realniy hayotim, shu 5 yil oralig'idagi hayotimdan shular ekan. To'g'ri, shularni chiqarmoqchiman. Bu qo'shiq haqida obunachilaringizga nima va'da bera olasiz? Menda aynan shu qo'shiqni 100% kutish uchun. Endi bu ashulalar o'zimning hayotimda, misol deylik, hali kimnidir hayoti kimnikigadir o'xshab ketadi-yu. Agar meni hayotimga kimnidir hayoti o'xshab ketsa, o'zi maza qilib tushunib eshitadi bu ashulalarni. Lekin bu ashulalarni faqat oilali insonlar tushunadi deb o'ylayman. Bu oilasi, ya'ni uylanmagan bolalar eshitsa nimadir ola olmaydi bu ashulalardan. Aslan o'zimning hayotim, mana shu farzandlarim misol haqida ketgan yerda o'zim qanday qilgan xatolarim keyin shu narsani qaytarmasligi, shunaqa narsa bo'lgan menda, shunaqa holatdan, shunaqa minusga kirib qolganman, tupikka kirib qolganman, chiqa olmay qolganman. Shu o'zimni hayotimni dars sifatida olib ketganman shu. Orada rep yo'nalishdan chiqdingiz, to'xtatib qo'ydingiz. Bunga nima sabab bo'ldi yoki qanaqadir zarba bo'ldimi sizga? Ash qo'shig'ida siz aytdim, shu ashulalarda hamma yoritilgan. Asha nimaga ijod to'xtatganman, nima sababdan, nimadan keyin bunaqa bo'lib ketib qolgan. Hammasi как положено aytilgan ashulalar. Qisqacha aytib beryapsiz. Qo'shiqda obunachilar kutaveradi bo'pti. Qisqacha hozir ashularni aytaymi, 12 kupletda men 2 kupletini aytib beraman. Jonli eshitamiz 2 kuplet.
bu sal xorazmcharoq. Men xorazmchani bilmayman, lekin harakat qildim. İşte o chiroyli chiqishiga ham bez minus g'alati eshitilsa kerak. Sevdim qancha to'xtab turmayapsiz. Ya. Sevdim qancha parizotlarni, nomlari zotdor arzon otlarni, hech biri arzimas ko'nglimni olishga, xayolida pul sovg'a olishlar, yoshlik ham qoldi-ku ortda, ota bo'ldimman 30 yoshda, ikkita qizim bor 3-1 yoshda, biram shirin mani do'st ham oshnam. Xatolarim ko'p faqat so'zda emas, yolg'on so'zladim, bular arzimas, kechirsin Xudo, o'ynadim, balosi urdi sizga so'ylam. Deb shunaqa narsa. O'ynadim. Ochiq Aytmoqchi. yaxshi aytolmadimmi? Aka, sizga yaxshiroq eshitilar, deb turibsiz. Yaxshi aytolmadimmi? Tarafda kamerada o'tirgan bola Navro'z svetini yoqdi. Yaxshimi yo'sa aytib qo'ying. Shu musikalari bilan, bitlari bilan hamma to'g'ri Boshqa narsa bo'ladi. Nazar chiqib ko'rganman. Demosi bor. Shu boshqa dunyo. Ayazlik muxlislari kutinglar sizlar uchun so'raganga chiqadi to'g'risi. Lekin faoliyatingizni to'xtatishingizga baribir 100% javob ololmayman to'g'risi. Ashulada 100% javob bor. Chunki oxirgi ikkita kupleti O'ynash. yo'q, u o'rtalar. U o'rtalar. Oxirgi ikkita kupletida men nima sababdan menga kelgan so'z paytda aytganman. Hozir aytsam. Hozir bo'lmaganiki so'ramiz. Direkt kutamiz aytamiz. Ular sash direkt to'g'rilarchi. Mashhurlikka erishishingizda, yuqori marralarga, cho'qqilarga chiqishingizda, omadsiz kelishingizda nima sabab bo'ldi? Lekin tanganing ikki tarafi bo'lganda, xuddi shu chiqqan tog'dan pastga tushishingizga ham nima sabab bo'ldi? Men gapirmayman. Ne sabab? Aytolmayman, gapirmayman. Bu narsaga men o'zim uchun bitta narsani bilaman hamisha. Xudoim meni ko'p marotaba omadim ko'p kelganda, misol ishimda ham, boshqa yo'nalishda, qanaqa yo'nalishda harakat qilgan bo'lsam ham, Xudoim zo'r yaxshi sharoitlar bergan, yaxshi podдержка bo'lgan menga. Men shu narsalarni qadriga yetmay qo'yganman. Orada bo'ladi-yu, sizda hamma narsa yetarli bo'lib tursa, siz kutgan narsalaringiz bo'lib kelayotgan bo'lsa, to'qlik, yo'shoqlik bo'ladi-yu, qadriga yetmay qo'yasiz, imoni sustlashib qoladi. Menda shunaqa holat bo'lgan. Shu narsa misol berguvchi Alloh, olguvchi Alloh. Shunaqa holatlar bo'lgan. Shu sabab deb bilaman. Ya'ni o'zimda hamma narsa ayb. Bu yerda kimgadir ayb tutolmayman. Shu berganda to'g'ri yo'liga sarflanmagan. Hech narsa misol deylik, u pulni nazarda tutmayapman. Ijodmi, misol ishimdagi ish o'rnimmi, boshqami, hammasi shu o'zimni noto'g'ri yo'nalishda ketgan, noto'g'ri yo'lda yurgani. Shunaqa imon ustlashib qolgan. Shu deb bilaman. Xo'p, ijoddan chiqqan Bayazid yana ijodga qaytadi. Baribir buni o'zingiz muxlislaringizdan kutadi. Xudo xolasa qaytaman. Qattiq qaytaman. Xudo xolasa. Yaxshi, harakat qilyapman. Hozir 4 ta ashula bor. Chiqarishim kerak. 2026-yilda o'ziga yangi qo'yilgan istaklardan 4 ta yangi chiqadi, shunaqa? Yangi 4 ta ashulam bor, 4 ta ashula chiqaraman. Bilgingizmi? 2 oyda chiqaraman 4 ta. To'g'rilasini 2 oy. 2 oyda ichida 4 ta ashula chiqaraman. Ashulalar tayyor. Shu bir yo'la video, ya'ni video holat formatda YouTube'ga joylashim kerak. O'sha videosini, kliplarini, klip deydi, klipini olib chiqaraman. Shunchaki MP3 o'zini bermayman. YouTube'ga yaxshi yurgizishga harakat qilaman. Endi kliplar bilan ketadi. Mana shunaqa. Sizdan kutiladigan yangilik shu ekanda. Shunchaki MP3 emas, endi kliplar Kliplar bilan. bilan. O, yaxshi, zo'r. Kliplarni ham bila olamiz. Ha, xudo xolasa. Xo'p. Bitta trekni o'zini chiqarish uchun qancha pul ketadi? Endi men ashulalarimni o'zim qilganim uchun
O'zingiz yozasiz. Ha, o'zim yozaman, ham ashulama, ashula olmaganman desam noto'g'ri bo'ladi. Bitta ashulama, ya'ni Shoh of bilan Oshiq bo'ldim degan ashulamiz bor. Shuni Abdulaziz degan ukamimiz yozib bergan. Bu ashula tayyor, demo bo'lgan. Menga tashlashgan, aka shu narsani birga aytaylik degan shu. Menga yoqqan. Davay degan shu bir marta birovdan ashula olib aytganmiz. Qolgan hamma ashulani o'zim yozganman. O'zim ijod mahsuli. Ha, shuncha sizga ashula arzon Arzon tushadi. tushadi, shunga arzon tushadi. Rep sohasidan chiqib, bayasi tozalar ish qilyapman. Buni endi men misol o'zim bilaman, obunachilar siz. Aslan aytmaydi. Nimaga? Traderman. Trader. Qanchadan beri shug'ullanasiz traderlik bilan? Men o'qidim. Bahorda, ya'ni yozda 4 oy o'qidim. Ha, o'qidingiz-mi? Ha, o'qidim bu narsaga. O'qiganimdan beri o'zim uchun stabilniy ishlayman, unaqa katta shot solib, unaqa ishlamaganman. Yengil. O'zim kunlik rasxodda shunaqa. Intervyuga kelguncha ham yo'l qilib kelgandim. Selektor. Selektor kelyapmiz. Erkak kishini omadi kelish uchun, ishlari oldinda yurish uchun nima ish qilish kerak-ku? Shu erkak kishini sindiradigan va hamma oldidagi yaqinlari tarqab ketib qolish uchun, tarqab ketmasligi uchun, erkak kishilar sinmasligi uchun nimalar qilsa to'g'ri bo'ladi? O'zingizni hayotingizdan kelib chiqib, shu narsani tushuntirasiz. Birinchi o'rinda agar misol atrofida odamlar ham ketib qolmasligi kerak desa, shu narsa bitta so'zli bo'lish kerak. Misol gapirdi, mana shuni ustidan chiqib qo'yish kerak deb bilaman. To'rtta narsa borda erkak kishini sindiradigan. Jalab o'ynasa, ichkilik, qimor, to'rtinchisini kommentariyada yozib qo'ysa, biladiganlar bo'lsa, xabari bor insonlar bo'lsa yozsa, shu to'rtta narsa erkak kishini sindiradi. Как художник sindiradi. Biz ham bittasi sindirgan. Kesmaymiz, qaysini sindirganlarni ko'rasiz. Men ichmayman, gapirmayman. Bo'ldi uchun siqib To'rtinchisidir balki. bo'ldi. Ha. Endi yaqinlar, oldingizdagi yaqinlar dedingiz, men o'zimdan ko'p bo'ldi bu narsa. Hammani birdek ushlab qolish ham bab qiyin. Albatta, hammaga birdek. Qaysidir bittasi oldingizda yuradi, foydasi teguncha oldingizda yuradi. Keyin juda sekin foyda ko'rmagandan keyin endi u ham qanaqa? O'zini aybini bilmaydi, sekin sizdan uzoqlashib oladi yoki boshqa bo'ladi. Masofa saqlaysiz, boshqa odamlar oldi, orqangizdan gapiradi. Endi ham ko'p bo'ldi. Bitta emas bunaqa odam ko'p. Hammaga birdek yoqish qiyin. Valla aka, intervyuga yo'q demasdan kelganingiz uchun rahmat. Sizga ham rahmat. Intervyu ular endi 3-soni bu. To'g'ri-noto'g'ri berilgan savollarga yoki qanaqadir xatolar bo'ladigan bo'lsa, sizdan va obunachilardan uzr so'rab qolamiz. Loyihani boshida aytdik, akamizga yana bundan tashqari 2 ta yo'nalish beramiz. Ya'ni bir kunlik o'tadigan blogi bilan sizlar tarafdan keladigan qiziqarli shartlar. Albatta bu shartlarni akamizga o'zingizlar yozib bersanglar, izohlarda shulardan bitta eng qiziqarlisini tanlaymiz va shartlashamiz. Va keyingi mehmon blogerimiz kim bo'lishini xohlaysizlar, izohlarda Shu joyda men aytsam, asha kim kelsin? Siz chaqirsangiz bo'ladimi? Shu insonni. Hozir menga kimni olishni siz shartga berasiz. Shuni aytib bersam, shu insonni chaqirsangiz bo'ladimi? Shu ko'rsatuvga juda ham mashhur bo'lgan. Andijondan? Ha, Andijondan. Butun O'zbekiston taniydi u bolani. Erkak kishi, ya'ni. Hop. Shohov. Birga ishlaymiz shoh. Shohov. Bo'ldi. Shohov chaqirsak. Hop. Baribir 36 million aholi hammasi taniydi. Ukam yaxshi. Akam Ijodkor. speskada bor. Ha, yaxshi ijodkor. Bitta yo'nalishda emas, 3-4 yo'nalishda buni o'zingiz bilasiz. O'zini ishini ustasi. Shu bola bilan suhbat qiling. Maslahatim bor. Iltimosman, ular savasi shu. Akamizni iltimosini, shartini qabul qilamiz. Keyingi intervyuimiz Shoh bilan bo'ladi. O'zingizlarni qiziqtirgan savollarni izohlarda yozib qoldiringlar.
Shoxovga bitta savol bering mana Jonni Belli futbol orasida. Nasib. Ya, aytmayman. Rahmat amiga. Oktagonga men ketganman. Shu sababli. Mana shu xijolat tizir orasida. Ma yurtning suvlarini bilasizmi? Yo'q. Chiqarmay turing. Yurtning mikrofon to'g'ri olsin. Yurtning suvlarini bilasizmi? Yo'q. To'g'risini aytaymi? Yo'q. To'g'risini aytasiz. Yo'q. Hop, yurtimda har xil ichimligi borki, bu gazsiz o'zbekning choylari bor. Yaqinda chiqdi, yangi chiqqan suv bu nima bu? Bu ham shu zo'r ta'm. Bitta tovuzligi bor, dog'cha har xillaridan. Hozir siz hozir bittasini ochib ichib, Mazasini aytsin. unda siz 4 dan 5 gacha ball bering. Oxiriga yaqin chiqqan, yangi chiqqan. Aslida maslahat beraman. Kadrdan tashqari gaplar, aslida maslahat beraman. Hammasi bir-bir boshqa suvlarga o'xshaydi. Yo'q, qarang ichidagi. Qadrlamasini ish qilib. Yo'q. Nima bu? Turib zo'r ekan deb qo'ysam. Ichib ko'ravering. O'rtab turing-ki bo'lsin. Boshqa. G'alati bo'ldi. Yaxshi. G'alati yagid. Mana shu suvni reklamasini qilamiz. Men o'zim yangi chiqqanda birinchi ichib ko'rdim. Qandaydir yoqmaganga o'xshadi. O'sha 10 minut, 5 minutdan keyin men suv tishim ketdi. Bilmam qandaydir ajoyib narsasi bor ekan. hech qaysi bir suvlarga o'xshaydigan odam bu ta'mda suv birinchi marta ichishim boshqacha ekan ta'm. Nima bu? Yana yangi suvlari keldi buni. Xudo xolasa aytib-aytib olamiz. Hozir o'tamiz. Aka, rahmat katta. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.